ayol kishining qini olatni qo'lingizni ushlaganchalik qattiq ushlab bermaydi azizlar. Ya'ni siz qattiq ish qilaysiz kundan kunga. Biz qayerdan bilamiz masturbatsiyaga bog'langan yoki bog'lanmaganligimizni desak, quyidagi javoblarga diqqat bilan quloqingizni tuting. Birinchisi, siz doimiy masturbatsiya urasiz. Ikkinchisi, siz masturbatsiya qilyotib har xil porno kinolar ko'rasiz. Uchinchisi, siz kundan kunga olatni boshini qattiqroq siqib masturbatsiya qilyapsiz. To'rtinchisi, sizning masturbatsiyangiz haftada 3 kundan ziyod bo'lib ketdi. Beshinchisi, sizda onanizm kasalligi kelib chiqishni boshladi. Ya'ni o'zingizga o'zingiz yoqmay qolishingiz, masturbatsiyasi bo'lmasa hayotingizda bir mazmun yo'qolishi yoki bo'lmasa umumiy hayotga bo'lgan qiziqishingiz. Agar uylangan bo'lsangiz, endi masturbatsiya qilib yurib keyin yana ayol kishi bilan qo'shilsangiz, ayol kishining qini olatni qo'lingizni ushlaganchalik qattiq ushlab bermaydi azizlar. Ya'ni siz qattiq ish qilaysiz kundan kunga. Va siz aytishingiz mumkin, men tualetga kirib, dushga kirib yoki biror joyda masturbatsiya qilsam, juda maza qilib zo'r bo'shanyapman, lekin ayolim bilan qo'shilsam darrov so'lib qolyapti. Qindi ichi unaqa sizni qo'lingizchalik ushlagan qattiqlikda effekt bermaydi. Shuning uchun siz ayol kishi bilan qo'shila olmay qiylanishingiz mumkin. Undan ham yomoni, bu ruhiyatingizga keyinchalik ta'sir qiladi va gormonlar funksiyasi buzilishiga olib keladi. Masturbatsiyani musofirdagilar haftada 2 marta qilishi bu kognitivniy prostatitdan saqlasa, 3 marta va 5 marta bo'lishi bu odat tusiga kirsa va bu odat tusiga kirishi oqibatida keyingi keladigan jinsiy hayotingizdagi qoniqishlar yoki shu kabi holatlarga qiziqishlar pasayishi, ayol kishiga qiziqishingiz pasayishi yoki jinsiy aloqa sifatini pasayishi